Ma tüketkeş kıganninki bugün 7. günü cümü 5. günü yüzdürülen jusanla buldu. Yima kirpikniki şu yutkeş kıganninki bugün 7. günü. Çaştın yılıplanmış orunlarınızı yutkep koyumuz. Mana şunda qalatda şu tüklen göre aldınız go mana. Bununla bir nim sürkeş arqılıq çıqamağına asasiyetin bir nim sürkeş arqılıq muşundaq oynab ketdi, muş kirpiklarimiz yiliq 80 putning puti o'xsha chiqib ketdi deganlarni asosiyetin amnistigidek mushta ko'chirish qildik ajimi o'maqlar. Shu ashqa chashtin yilib mushta ko'chirish qig'imbatli degan qizlar olib qolsanglar bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Mana bugun 7-kundagi shog'osi, men bugun dam olgan. Aram 5-ay bayramlıq dam ilish qilibdimi? Necha vaqtni yog'iz aldirash yo'q ketib. Men bo'lsam 39 yoshga kunlar bo'lmay, hammalar to'nislar ku deyman. Shu hozir shu inkasni bir yo'llab sizlar ko'rsatib beray deb mana Muşundaq önümge buldu, mengülük buldu umaklar, nurgunlar sorduğunlar qançık vaqt çıktı deb. Bu çaşninki keyin tarafdaki, yani bizniki tazub kessek mi düşmeydigan o'rnimizning chechini ilib tikkanligimiz uchun mengülük düşmeydi. Hamda qachon sizning xayr xo'sh deydiganingiz men uqmagan ekan, shu ashqa uni munchalik vaqt dilanmayman. Siz qachon xayr xo'sh degan vaqtingizda mush narsangiz shu vaqt siz bilan birga ketadi degan gap. Uqdingizmi? Shu ashqa o'zingiznikini ilib o'zingiznikini ham yutkesh qilamiz, ha? Uylarni. Bilinglarmi? Mana shundaq. Mujna bo'ldi. Xayr xo'sh. Her az undilarimni qo'shib masala so'rasanglar bo'ldi. 187 0369 62 53 degan undilarimni qo'shish orqali mushu to'g'riliq maslahatlarni so'rasanglar bo'ldi. Juma o'maqlar. Xayr xo'sh.